Hammaga salom. Bugun Lolazorga ketyapmiz. Sizlarga o'tda hamma narsani ko'rsataman. Juda ham chiroyli joy. Avtobusda ketyapmiz. O'tda biletga kirish $20 bo'ladi. Joy juda ham chiroyli, как раз lolalar qilingan. Shokolada ko'rga yeb ko'ramiz. Mana lolalarga kelishni boshladik. Guys, this is so beautiful. Oh my god, look at this. Wow. Mana bu yerda ovqatlar shyapti. Anta lolalarni sotib olsanglar bo'lar ekan. Mana mamkan u oyoqqacha hammasi lolalar. Hammaga salom. Bugungi kunim bo'shroq bo'ldi. Hozir soat 4ga Red Hawk Fan mitingiga ketyapman. Odda studentlar, har xil master studentlari ham bor, bakalavr studentlari ham bor. Bu klubga o'xshagan narsa. Stoklarni, investitsiyalarni, prezentatsiyalarni qilishadi. Men o'tda portfolio menejer bo'lib ishlayman. Tipa biz o'sha qilganlarni narsasini tekshiraman. O'shanga qarab otziv beraman. Tipa yaxshi ishlashganmi, kompaniyani sotib olish kerakmi yoki kompaniyani sotish kerakmi? Chunki bizlarga $1,5 million ajratishgan, to есть boshida $250 ming ajratishgan. 2008-yil o'shani hozir studentlar $1,700 ming qilishgan. Ko'p stoklarga shu kompaniyalarga investitsiya qilib, shu paytgacha где-то 10 yil, 15 yilda shuni $1,700 ming qilishdi. Вот o'sha yerda har yili kelgan studentlar klubga topshiradi rezyumesini. Olinganlar qabul qilinadi, 1 oy trenirovka qildiriladi. Keyin har xil lavozim oshib boraveradi har yili agar to'g'ri kelsa. Mana kirib kelamiz. And then after that then guides us in our stock selection, which will be assigned to analysts who come and present their valuation. Hammaga salom. Bugun Trader Joe'sga keldik. Mana bunaqa magazin. Amerikada bo'tda faqat shu magazinning brendidagi narsalar sotiladi. Unaqa bizlarga o'xshab korzinka emas-da, faqat mana shu Trader Joe's degan magazinni mana har bitta narsasini ko'rsanglar, o'zini brendi narsa chiqaradi. Вот. Shu yerga keldim. Nimaga? Chunki go'sht-po'shlar bo'lganman Walmartlardan, lekin mana bunaqa snacklar, marojniylar rosa zo'r. Mana shu o'ziniki zo'r bo'lgani uchun mana granula ertalab zavtrak bilan yeyiladi. Ko'rsanglar, qatularigacha o'zini brendi Trader Joe yozilgan. Keyin mana bunaqa shaftoli oldim. Keyin bunaqa stamp ko'rdim. Salatlar. Keyin o'zini noni yaxshi.
keyin bunaqa balu pishirilgan. Bu jam клубничный, yana ko'ryapsizlar o'zini brendi. Hammasi bitta o'zini brendi bo'ladi o'zi. Sous oldim, salatadan yeydigan salat mana. Keyin bunaqa pechenyelar, конечно, bunaqa yong'oqlar. Darslarga olib ketsanglar, bitta paketini maza qilib o'tiga qo'ysa bo'ladi. Shunaqa yana bitta go'sht oldim. Non bilan yeydigan. Menga tez va non bilan solib ketadigan narsalar kerak. Shuning uchun asosan snacklarga boshqa narsa olaman, lekin общий o'zi yeydigan narsalarni katta Walmartlardan zakaz qilaman. Hammaga assalom. Bugun ishimiz juda ham ko'p. Sizlarga kunimni ko'rsatib boraman. Hozir birinchi bo'lib ertalabdan Fransiyani posolsiyasiga ketaman. Shinga vizaga topshirishga. Keyin majlislarim bor. Sizlarga hozir shaharni ko'rsataman. Mana shu Washington. Endi o'tamiz. Washingtonni sentri bu Toshkent City'sida endi. Mana dokumentlarni yig'ib olganman. Posolstvoga keldim. Bu US Bank ekan, amerikanskiy bank. Juda ham chiroyli joy ekan, hozir ko'rsataman. 2:15 da appointmentim bo'lgani uchun sal vaqtliroq kelganim uchun 2 ga yaqin kelgan deyishdi. Hozir sizlarga ham ko'rsataman, juda ham chiroyli joy ekan. Amerikada bir ajoyib narsa bor, nimagadir banklarda ham, anaqalarda hammasida qanaqadir muzeylar bo'ladi. Shunaqa. Mana bankirlarniki. Shu yerga ishga kirish kerak ekan. Mana endi bildik. Bank center. Mana bularni davoladigan joyi. To'g'risi banklar ham spa salonlarga o'xsharkan. Buni bank desa to'g'risi o'zim ishonmagan bo'lardim. Mana ishchilarni o'tiradigan joyi. Шикарно, конечно. Вот nima ekan? Eskalator. Mana networking joylari ko'p bo'ladi. Bu o'zi Visa Center emas. Visa Center faqat 22-etajida, qolganlari bank ekan. O'sha US Branch Bank. Lekin bilmadim, bank ham chiroylisi. Ko'rsanglar bo'ladi. Dokumentni o'zim yig'dim. Schengen vizaga, o'shaning uchun sizlarga ham agentlarning yordamisiz o'zingizlar yig'ishinglarni rekomendatsiya qilgan bo'lardim. Meni ham birinchi yig'ishim. O'shaning uchun ko'ramiz, nima dokumentlar oldim. Vizaga
birinchi bu formasini to'ldirishganda mana bu dokumentlarni yig'ib kelgan deb menga qog'oz berdi. Buning ichida bu mana shu application form boshida xuddi DS amerikanskiy посольствоga topshiradigan forma, qayerga borishinglar, qachon borishinglar haqida informatsiya o'zingiz to'ldirasiz, oson. Keyin o'shani cheki и pasport dokumentinglar, rasm 5x5 vizanglar, Amerikada bo'lsanglar, amerikanskiy vizanglar, u pasport ichida bo'ladi, uni olish shart emas. Hammasini kopiyasi. Keyin masalan tushuntirib berish bir oyda, to есть masalan 20-dan 30-gacha nima ish qilasiz, nimaga ketyapsiz Yevropaga. Masalan aytdim, haftasini mana bunaqa bo'lib chiqdim, mana shu kuni mana shu yoqqa ketaman, u kuni u yoqqa ketaman deb. Keyin tiket, ya'ni biletlarni bron qildim, otellarni bron qildim. Keyingisi o'qish hali ham o'qiyman degan qog'oz и страховкani shunda onlayn Google'ga yozasizlar-da, $30 страховка kerak Yevropaga deysizlar, chiqazib beradi. Bo'ldi, faqat shu dokumentlar. Masalan, mana yig'ib oldim, hozir sizlarga bitta ko'rsataman. Bu mana birinchisi formati, xuddi anaqaga o'xshab, DSga o'xshab to'ldirilgan. Keyingisi o'shani cheki, pasportlarni rasmlari, pasportingizda nima viza bo'lsa o'shani kserokopiyasi, aytvaning, chunki bu yerga o'quvchilarga aytvaning beriladi. O'sha bankimni shoti, nech pullari borligi, keyingisi anaqasi transkriptam, keyin ishga qabul qilingan bo'lsam, ishim qabul qilingani haqida, otellarni bookingi, страховка, shu bilan shu tugadi. Shu boshqacha kerak bo'lmadi. Mashlam. Sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hamma dokumentlarni ko'rsatmayman, chunki personal detallarim bo'lgani uchun ichida. Bu asosan agar Schengen vizasi qilishda qanaqadir yordam kerak bo'lsa yoki nimadir tushunmayotgan bo'lsangiz, yozsangiz bo'ladi. Javob beraman. Rahmat. Mana liftlari 22-floor. Bosamiz. Bankka qaranglar. Liftlari ham bir shikarli. Otelga o'xshaydi. Mana US Bank Center. Hop. Mana ichi hozir dokumentlarimizni topshiramiz. TLS contact. Vizaga topshirib chiqdim. Menimcha hammasi yaxshi bo'ldi. Endi ko'ramiz. 2 haftadan keyin pasportni qo'lga olganda viza oldikmi yo'qmi. Biz hozir networking eventga ketyapmiz. That's for my YouTube guys, as you know. Okay. Blogger. Bular mana master studentlari. Hozir networking eventda tipi odamlarni ko'rib, odamlar bilan tanishib, yaxshi ish ishlab o'tganlarni ko'rib, ovqatli yeymiz. Sizlar hozir ko'rsaman. Odamlar bilan tanishasizlar, ovqatlanasizlar. Mana bu bizning dekan. Bo'tda mana ovqatli pitsa. Hozir ko'ramiz bu nima ekan. Sirli, pepperoni, har xil pitsalar bor. Mana odamlar bilan gaplashish. Odamlarning oti. Mana sizlarga обычный amerikanец bolasi va iti. Mana aylantirib yurishadi.
Mana shunaqa aylantirib kelishadi o'qishlarimizga. Mana bizani o'qish, bu ham katta. Hamma ishlari, bu tashqarisi. Mana bu student yotoqxonasi. Mana shu yerda turaman. Ups. Mana bu student yotoqxonasi. Ikkinchi etajida kontraktda to'laydigan joy, finansiy departament, qolganlari uy. Mana bu yo'la